Qadrdonlar ko'rib turganlaringiz tog' ustida o'tlab yurgan qo'ylar. Nima uchun bu qo'ylarni videoga olib ko'rsatyapmiz? Hozir shu yerdagi mesni cho'ponlardan biridan eshitdik. Shunaqangi bir narsani. Nima narsa deyiladigan bo'lsa, qarang hoji aka. Agar o'sha yerda ko'chki bo'lib, bitta tosh o'rindan siljib, shunaqa holat bo'lib, bitta ikkita qo'y tushib ketadigan bo'lsa, orqasidagi qolgan qo'ylar ham tasharkanda o'zini. Cho'pon to'xtatib qolsa, ulgursa ulgurdi. Agar ulgurmaydigan bo'lsa, hammasi o'zini tasharkanda. U jarga qulayapman, o'lib ketaman degan narsa bo'lmas ekan. O'shaning uchun Alloh taolo siz bilan bizni inson qilib yaratganmi, tafakkur qilishimiz kerak ekanda. Qo'y bilan farqimiz bo'lishi kerak ekanda. Qarang, Alloh taologa hali yaratgan mo'jizalarga qoyil qolmasdan iloji yo'qda. Har bir narsa biz uchun ibrat. Shu qiyalikda qarang, qo'ylarni tog' ichkisiga o'xshab ketgan. Shunaqa mana bitta yana ko'rsatib qo'yaylik. Qo'yasiz, mana qarang. Lekin qo'ylar yurishibdi. Yurishibdi ana. Baland joyda. Baland joy.